Men Artiqbayeva Gulston Qo'jashevna Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy xodimi bo'lib ishlayman 2020-yildan buyon. Ungacha o'zi 1990-95-yillarda Toshkent davlat texnika universitetini tugatganman. Undan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot shahrida statistika bo'limida iqtisodchi lavozimida ish faoliyatimni boshlaganman. Xorazm Ma'mun akademiyasi 1998-yilda ochilgan. Xiva shahrida o'sha ochilganidan Xorazm Ma'mun akademiyasiga patentovet ish yurituvchi bo'lib ishga kirganman va 1-2 yil ish o'rgangandan keyin ilmiy axborot va targ'ibot va ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish markazi boshlig'i lavozimida 16 yil davomida ishlaganman. Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy maskan bo'lganligi uchun ilmiy ish qilishga qaror qildim va 2020-yilda bizga shtatlar berildi va o'sha ilmiy xodim lavozimiga ishga o'tib ilmiy ishimni boshlaganman. Ilmiy rahbarim Nazirova Elmira Shodmonovna rahbarligida Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga kelib ustoz bilan gaplashib ish faoliyatimni boshlab mana hozirda tugallab himoya qilishga muvaffaq bo'ldim. Ilmiy tadqiqot mavzum gaz konlari kollektor gidrodinamik parametrlarining o'zgarishini hisobga oluvchi filtratsiya jarayonlarini sonli modellashtirish. Ilmiy tadqiqot mavzuyimiz nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha dolzarb mavzu hisoblanadi. Chunki dunyo miqyosida energiya iste'molining global o'sishi bilan gaz konlarini o'zlashtirish energetik, iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, O'zbekistonda 1990-yillarda eng katta gaz qazib olish hajmi kuzatilgan, ya'ni 65-67 milliard kub metr gaz qazib olingan. Hozirda esa 42 milliard kub metr gaz qazib olinmoqda. Undan tashqari O'zbekistondagi issiqlik energiyasi ishlab chiqarishning 70-80% tabiiy gazga to'g'ri keladi. Tadqiqotimizning ilmiy yangiligi bir va o'zaro dinamik aloqadagi ikkita qatlamli gaz konlarida g'avotlikning bosimga bog'liq o'zgarishini hisobga oluvchi filtratsiya jarayonlarini modellashtirildi, ularning modellari takomillashtirildi, algoritmlari ishlab chiqildi va dasturiy majmualarini ishlab chiqqanmiz. Bu ishlab chiqilgan dasturiy majmuamiz soha mutaxassislari uchun kon holatini baholash uchun va bashorat qilish uchun xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotimiz Ustyurt gaz qazib olish boshqarmasida va Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasida joriy qilindi. Joriy qilish natijasida ishlab chiqarishga ketgan vaqt 20-30% ga kamaydi va xatoliklar 8% gacha kamaygan. Aynan bu yerni tanlashimda ustozim Nazirova Elmira bilan gaplashganimizda shu mavzuyimiz shu asosan neft va gaz bo'yicha bo'lganligi uchun ular tavsiya qilganlar bu yerda himoya qilishni. Chunki ustozni maktabi juda katta ahamiyatga ega. Ilmiy ish qilish ayollar uchun albatta qiyin ish hisoblanadi. Chunki bunga ko'p vaqt ajratish kerak. Ishdan tashqari uyda ham shug'ullanish kerak bo'ladi. Uxlamasdan kechasi bilan ishlab chiqishga to'g'ri keladi. Bunday paytda masalan bolalar yosh paytida qiyin bo'ladi ayniqsa. Shuning uchun ham sal men yoshim o'tibroq ilmiy ish qilyapman, chunki bolalar katta bo'lsin, o'zini o'zi eplab ketsin degan maqsadda. Undan tashqari o'sha birinchi navbatda turmush o'rtog'ingiz qo'llab-quvvatlab turishi kerak. Baribir shunday vaqtlar bo'ladiki, uyda masalan ovqat qila olmay qoladigan paytlarimiz bo'ladi. O'shanaqa paytlarda tushunib, anav qilmasdan o'sha birinchi navbatda turmush o'rtoqni qo'llab-quvvatlashi ham katta rol o'ynaydi. Kelajakdagi rejalarim
Şu ilmiy tadqiqatimni davom qildirmoqchiman. Masalan, g'avaklikning bosimga bog'liq o'zgarish jarayonlarini haroratga bog'liq ravishda tadqiqot qilish niyatim bor. Shu neft va gaz sanoatiga shu ilmiy ishlarim bilan o'z hissomni qo'shmoqchiman.